eng yosh o'quvchilardan biri $2600 daromad, 10 mingdan 10 ming dollar topmoqchimisiz? 10 million so'm 23 ming, 100 ming dollardan 30 ming dollar, 413 million so'm 122 milliondan 800 million daromad. Tasavvur qiling, minglab odamlar har kuni bir xil videolarni tomosha qiladi. Bir xil va'dalarni, bir xil formulalar va deyarli har safar bir xil natija. Hammasi juda ishonchlidek ko'rinadi. Lekin afsuski, bu hikoyalarning ortida har doim ham haqiqat yotmaydi. Kimdir cho'ntakni qappaytirayotgan bir paytda, boshqalar esa o'z pullarini, vaqti va umidlarini yo'qotmoqda. Bugungi hikoyamiz markazida Elnur ismli YouTuber turibdi. U internetda YouTube orqali oson va tez pul topish haqida videolar bilan tanilgan. Bu videoda biz Elnurni aslida kimligi, shogirdlarini va internetdagi izlarini birma-bir tekshirib chiqamiz. Bu turistik fayllar va videoni boshladik. Pul illyuziyasi o'zi qanday ishlaydi? Elnur ishlatayotgan usullarni tushunish uchun avval odamlar nima sababdan bunday va'dalarga ishonishini tushunib olishimiz kerak. Masala shundaki, bu yangi hodisa emas. Internet paydo bo'lishidan ancha oldin ham odamlar tez boyish haqida hikoyalarga ishongan. Tarix davomida ayrim alkimyogarlar oddiy metallni oltinga aylantirishni va'da qilgan. Boshqalar esa maxfiy boylik formulalarini sotishga uringan. Asrlar o'tdi, texnologiyalar rivojlandi, ammo inson tabiatining ayrim jihatlari deyarli o'zgarmadi. Bugun oltin o'rnini YouTube bizneslari, kripto loyihalar va boshqa internet imkoniyatlari egallagan bo'lishi mumkin. Biroq odamlarning jalb qilish mexanizmi hanuz o'sha. Buning sababi oddiy. Inson miyasi mukofotlarga juda kuchli reaksiya bildiradi. Agar kimdir sizga muvaffaqiyat uchun oylar, balki yillar davomida ishlash, ko'plab xatolar qilish va bir necha bor muvaffaqiyatsizlikka uchrash kerakligini aytsa, bu unchalik jozibali eshitilmaydi. Ammo o'sha natijalarga qisqa yo'l borligini aytilsa, vaziyat birdaniga o'zgaradi. Chunki inson miyasi ko'pincha yo'lni emas, manzilni ko'radi. Shuning uchun manipulyatorlar odatda jarayonni emas, yakuniy natijani namoyish qiladi. Ekranda mehnat, tavakkal va yo'qotilgan vaqt emas, balki daromadlar, aniqrog'i soxta daromadlar, hashamatli hayot va ta'sirli ko'rinadigan natijalar paydo bo'ladi. Bunday paytda tomoshabin miyasida bitta savol tug'iladi. Agar bu rost bo'lsa-chi? Ko'pincha aynan shu savol qiziqish va tanqidiy fikrlash o'rtasida chegarani xiralashtiradi. Lekin ishonch faqat pul va muvaffaqiyat tasvirlari orqali shakllanmaydi. Bu yerda yana bir muhim omil ishga tushadi. Takrorlash. Psixologlar uzoq yillardan beri bir qiziq hodisani kuzatib kelishadi. Biror fikr qanchalik ko'p takrorlansa, odamlar uni shunchalik ishonchli deb qabul qila boshlaydi. Bu hodisa illusory truth effect, ya'ni xayoliy haqiqat effekti deb ataladi. Bir xil xabar yuzlab videolar, postlar va reklamalarda qayta va qayta uchraganda, u asta-sekin haqiqatga o'xshab ko'rina boshlaydi. Asli reklama sanoatining katta qismi ham aynan shu tamoyil ustiga qurilgan. Kompaniyalar bir reklamadan keyin xarid qilishingizni kutmaydi. Ular sizni ongingizga tanishlik hissini yaratishga harakat qiladi. Vaqt o'tishi bilan tanish narsa xavfsizroq va ishonchliroq ko'rinishni boshlaydi. Shu sababli internetda ko'plab skamerlar va o'zini ekspert sifatida ko'rsatayotgan ayrim qo'shniroq ichidagi shaxslar o'xshash usullardan foydalanishadi. Ularning kontentida boylik, muvaffaqiyat va katta natijalar doim markazda bo'ladi. Endi shu psixologik mexanizmlarni yodda tuting. Chunki Elnurning kontentini tahlil qilar ekanmiz, biz aynan mana shu usullarni izlarni qayta va qayta uchratamiz. Bitta savollaringizni ketma-ket bilan beravering, uyalmasdan, tortinmasdan, o'zingizni uyingizdek his qilavering. Bo'ldi. Demak, birinchi savolimni aynan shu yerda beraman. Aynan mana shu ijodkorlik yo'liga kirib kelishingizda nima sizni ilhomlantirgan? Pul. YouTube menga 100 million prosmotrga qancha pul to'ladi? Bir haftaning ichida 152 million prosmotr va 15 million so'm daromad. Bu kanal ochilganiga bor-yo'g'i 7 kun bo'ldi. Bu kanalga men qanday videolar joylayman, uni sizga ko'rsatib o'tay. Mana bu bitta videomga keladigan bo'lsak, 31 million prosmotr, 52 mingta obunachi va 7 million so'm daromad olib keldi. Videoni sizlarga ko'rsataman. YouTube'da birovlarning videosini qo'yib daromad topsa bo'ladi. Ko'p odamdan mana so'rovdi, "Okay, birovlarning videosini qanaqa qilib qo'yib daromad topsak bo'ladi?" deb. Buning uchun bizda tayyor. Buni gapirayotgan gap qanaqa? YouTube Вообще, вы гапiradi.
Mana birovlarni videosini ko'chirib, pul ishlasang bo'ladi deb turib shorts qilib beradi. Bula. Bunaqangi qimmatbaho bilimlar Well, actually, he has no knowledge. Like, there is nothing in his brain, and also he doesn't know what he's saying. Do'stlar, YouTube'dan $1 million daromad topdik. Bunaqasi lekin bo'lmagan. YouTube'da $5000 topadigan sxemani hozirlarga o'rgataman. Bitta video qo'yasiz va nakrutka jo'nat. YouTube akkauntim uchib ketib qoldi. 40 000 obunachisi bor va nakrutka jo'natasiz. YouTube akkauntim qaysi yo'nalishga ketasiz? Xo'p, yo'nalish. Brainrot. Internetdagi past sifatli va haddan tashqari tez iste'mol qilinadigan kontent natijasida yuzaga keladigan holat bo'lib, u diqqatni qisqartirilishi, fikrlash chuqurligini kamayishi va odamni doimiy ravishda yangi stimul qidiradigan holatga olib kelishi mumkin. Bu kontentga ko'pincha yosh bolalar va hatto kattalar ham tezroq o'rganib qoladi. Chunki u har bir necha soniyada yangi vizual, yangi ovoz va yangi stimul berib turadi. Natijada miya doimiy ravishda tez mukofot kutadigan holatga moslashib boradi. Brainrot kontentni tayyorlash men hozir tayyorlayotgan videodan 100 martalab osonroq. O'zidan chuqur izlanish, kreativ fikrlash yoki haqiqiy mahorat talab qilmaydi. Storytelling, editing, thumbnail psychology yoki content flow psychology kabi tomoshabinlarni videoda ushlab turadigan eng muhim tamoyillarni esa ularni videosi tugul kurslardan ham umuman kutmang. Chunki ko'p hollarda Brainrot content makerlarning ko'pi ham bu narsalarni deyarli tushunmaydi. Axir oson pul topish uchun murakkab narsalarni bilish shart emas, to'g'rimi? Agar sizga shu kabi hikoyalar va ularning ortida fosh etilgan dalillar qiziq bo'lsa, Telegram kanalimizga ham o'tib qo'ying. U yerda videoga sig'magan materiallar, foydali manbalar, o'zim yozgan kitoblar va vaqti bilan jonli muhokamalar ham o'tkazib boramiz. Bu videoni tayyorlash davomida bitta narsani tushundim. Internetdagi bunday odamlarning eng katta kuchi yolg'on gapirishda emas, balki odamlar eshitishni istagan gaplarni aytishdadir. Hech qachon internetda ham, real hayotda ham katta natijalar birdaniga kelmaydi. Va agar kelgandek ko'rinsa ham, ko'pincha qanchalik tez kelgan bo'lsa, shunchalik tez yo'qoladi. Shuning uchun oson pul ortidan qo'yishdan oldin bilimingizni oshirish haqida o'ylang. Chunki har qanday mahorat, iste'dod va muvaffaqiyatning poydevorida bilim yotadi. Bugun Elnur bor, ertaga boshqa biri chiqadi. Aynan shu sababli bu videodan keyin Elnur haqida emas, o'zingiz haqingizda o'ylashingizni istardim. Siz o'zi internetda ko'rayotgan ma'lumotlaringizni tekshirasizmi? Yoki ular sizga yoqqani uchun ishonasizmi? Chunki bunday soxta insonlar xalqimizni sodda bo'lgani uchun emas, shoshilgani uchun oson aldaydi. Va ko'p hollarda tuzoqqa tushayotgan narsa bu insonni pulga bo'lgan qiziqish emas, balki uning umidi bo'ladi. Menimcha bu hikoyadan olinadigan eng muhim xulosa ham aynan shu. Va albatta kommentariy bo'limida o'z fikringizni va boshingizdan o'tgan voqealarni bo'lishing. Sizning fikringiz menga masalan qiziq. Va qo'limdan kelgancha hammangizga javob qaytarishga harakat qilaman. Bu Turister fayllar va biz yana uchrashamiz.